pul srochniy kerak bo'lib qolganiga akam narxlarini вообще chiroyli qilib berdilar. 10 ta kottejli garadok qilib qurgan uylarini mana bu ikkita ko'rayotganingizdek etagida уже baraka bo'lgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa oldida ikkita, orqa tarafida 3 ta. Narxi juda zo'r. Hozir sraz videoni boshida aytib o'taman. 89 ming dollar deyaptilar. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Uch Qahramon postidan 5,5 kilometr, Sabzavoddan bo'lsa 4 kilometr kirganimizda Obod mahallada joylashgan. Uzun yo'ldan shundoq kirib kelinadi va bizani mana shu kottejning garadogimizga o'tiladi. Yana zo'r tarafi aka, sizga podключ remonti tayyor ham bor. Mana shu uglovoyda joylashgani ichkaridan bitta ko'rsatib o'taman. Bu hovlimiz ro'paradagi hovlilarga nisbatan kattaroq, 208 sotix. Oldi, как не рабочий zona, рабочий zonamiz bo'lsa orqa hovlisida qoldirilgan. Ya'ni keldingiz, mashinalarni qo'yib, uy ichiga kirib ketasiz, orqada yozgi oshxona, yozda o'tiradigan joylar qo'yishga sharoitlarimiz qilingan. Yashil maydon ko'rayotganingizdek va bu bo'lsa binoyimizning ichkari tarafidan ko'rinishi. 100% fasadlarigacha bitirib beriladi. Narxini bu uyimizning videoning oxirida aytaman. Ichkariga kiramiz. 275 kvadratli binoga zo'r tushgan planirovka. Kirib keldik, katta hovlimizni kutib oladi. Oilaviy dam olib, choy ichib o'tiradigan joy. Xonadonimizga shundoq kirdik, chap qo'limizda bizning oshxona qismimiz joylashgan. Kuxni garnitur mashitga joylasangiz, bu ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoitlar bor. Eshiklarga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Juda chiroyli, oppoq ranglar tanlangan. Yo'ldan shundoq o'tdik. Bizning keyingi xonamizda bo'lsa zal qismimiz joylashgan. Katta zal, zalimizdan bo'lsa shundoq orqa hovlimizga chiqiladi. Oke, aytdim-ku, sizga orqa hovlida joy bemalol. Mana buni qarang, yashil maydon, katta, yozgi oshxonaga joy, keyin mana hovlimizning o'zidan ham shundoq o'tib kelsangiz bo'ladigan yo'lga qoldirilgan. Oshna-og'aynilar bilan agar o'tiraman deydigan bo'lsangiz, juda chiroyli, yaxshi joy qilib qo'yilgan. Mana bu devorlarimizgacha to'liq fasadlari bitirib beriladi. Televizorning zonalarimizni yog'ochlik qilib juda chiroyli qilingan. Birinchi qavatimiz uchun bu yerda bizning общий sanuzyul qismimiz, sanuzyullarimiz ham keng va bu bo'lsa yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi qavatimiz yo'lini ham podsvetkalarini, lyustralarini chiroylisini tanlab qo'yibdi. Xo'p, o'ng qo'ldan boshlaymiz aka. Birinchi bizning yotoqxonamiz. Bolalar uchun mo'ljallangan bitta spalnamiz qilingan. Keyin o'rtada bo'lsa balkonimiz qoldirilgan. Katta balkonimizda mana shundoq kottejli garadokka ko'rinishi. Xullas, bu joylashgan joyimizdan ham nuqtasi baland nuqta ekan. Shundoq bu yon tarafimizdan ham, bu yon tarafimizdan ham shaharlar juda chiroyli ko'rinib turibdi. Albatta video davomida kadrlarini qo'yib boramiz. Keyin bu bizning ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi yotoqxonamiz. Bolalar uchun bittasini o'g'il bola, bittasini qiz bola uchun qilib qo'ysangiz bo'ladi. Garderobnimiz ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzyulimiz. Bu bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz va bu yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzyuli, dushvayasi bilan qilingan. Keyin shundoq yo'lligimizda bo'lsa, bu bizning 4-xonamiz. Ranglar juda chiroyli tanlangan. Bir yoq tarafi yarki, bir yoq tarafi sal cho'mnura aboylar qilingan. Живой ko'rsangiz sizga aniq yoqadi. 25 kvadratli o'zini podval qismi bor bu uyimizning. Mana oki zo'r taklif. Agar remont qilishga vaqtingiz yo'q bo'lsa, tayyorini oling. Agar yo'q, Murod arzonrog'ini olib o'zim remontini bitirib olaman desangiz ham sizga mana 8 ta hovli, xullas 8 ta yonma-yon hovlilarimizni sizga primoy joyi egalarini nomerini yozib qoldiraman. Murojaat qilasiz, kelib ko'ring, yaqin og'aynilar, qarindoshlar bitta mahallada yonma-yon uyda yashayman deb niyat qilgan bo'lsangiz, idealniy taklif.